u tomonga o'tib o'tdagi o'tdan yeyishni boshlaydi. Ularni yeyish mumkin emas, yeyish mumkin, davlat narsasi u. Yushiku an yartafi, al-g'oliba nima qiladi? Chegaradan o'tib ketib qoladi. Xuddi shunaqa Allohni hududi ham, Allohni harom qilgan narsalari ham xuddi shunaqa. Agar vojib bo'lsa, bir vojib bo'lsa, uni qanaqadir haddi oshadi, unga bir narsani qo'shishligi yoki noqislik qilishligi. Agar harom bo'lsa, qanaqa qiladi? Uni qilishligi. O'shanga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin aytdilarki, ala va inna li kulli malikin hima. Ay, har bitta podshoning o'zini chegarasi bor. Davlatda chegarasi bor. U chegarani hech kim o'z haqqi yo'q. O'tsa bilan jazolaydi. Ala va inna himalloh maharimu. Alloh ham podshoh. Balki malakul muluk podsholar podshosi. Uni ham chegarasi bor. Nima ekan chegarasi? Qayerda uni chegarasi? Maharim. Ay harom qilgan narsalar. Ularni o'tib ularni qilish mumkin emas. Qaysi bir inson Allohning harom qilgan narsasini qilsa, chegaradan o'tgan bo'ladi. Chegaradan o'tdingizmi, jazoga loyiq bo'ladi inson. O'shanga nima qiladi inson? Orasida sutra qo'yadi. Ay bir to'siq qo'yadi. Yaqinlashmaydi.